Bugun men oddiy Minecraft o'ynayman. Lekin siz mana bu hayvonlarga qarang. Ha, bular oddiygina Minecraft hayvonlari. Lekin tun tushishi bilan ular shunchalik o'zgaradiki, siz aqlingizga ham sig'dira olmaysiz. Va men bu mod bilan bir tunni o'tkazishim kerak. Siz esa kanalga yangi bo'lsangiz, obuna bu videoga like bosib qo'yishni unutmang. Agar bu mod sizga kerak bo'lsa, videoni oxirigacha ko'ring va videoning oxirida men bu modni qayerdan yuklab olish kerakligini o'rgataman. Unda boshladik. Let's go. Yo, biz qanday joyda spam bo'ldik? Yo, bizda nima bor? Bizda qaranglar, obunachilar bizda inventarda mana bunday narsa bor ekan va bu mana bu narsalar berar ekan. Bu bilan biz menimcha qorong'i qilsak bo'ladi va nimadirlar bor ekan. Okey, va yana bizda mana bunaqa kitob bor ekan. Mana bunaqasiga moblarni izlab topishimiz kerak ekan va bu yerda ularning rasmlari va mana qaranglar, tovuqni bunaqa bo'lib ketar ekan. Sigir bunaqa, creeper, delfin, даже enderman bor ekan. Yo'maydi, hali bu yerda qiladigan ishimiz juda ham ko'p ekan, lekin bizda ujur qanaqasigadir qorong'i tushyapti. Do'stlar, obunachilar, bizda tezroq daraxtni yig'ib turib o'zimizga narsalar yig'ib olishimiz kerak. Bo'lmasa, agar hozir qorong'i bo'lsa, juda ham yomon narsalar bo'ladi. Yo do'stlar, men hozir oddiygina ana o'qiganimcha, nomi nima? Daraxt yig'ganimcha qorong'i bo'lib qoldi. Menimcha u narada qishloq bor ekan, qaranglar. Hozir o'sha tomonga boramiz. Biz o'zimizga tez men jini bo'lib qoldim. Men qayiqni qanaqasiga yasayman? Men miska yasam, miskada o'tirib ketmoqchiman. Qorong'i bo'ldi. Bu yerdan tezroq qochish kerak. Yoki bo'lmasam nimadirlar bo'ladi. Aniq ehtiyot bo'lish kerak. Yoki bo'lmasam tezroq ana u qishloq tomon borishimiz kerak. Menimcha qishloqda hech qanaqa yomon narsalar bo'lmaydi. Okey, pastga tushib oldik. Tuman yaqinlashyapti. Do'stlar, tuman yaqinlashyapti. Qayoqqa olamiz? Biz hali hech qanaqa mutatsiyaga uchragan qanaqadir mobni hali beri ko'rganimiz yo'q. Biz hozir o'zimizga buni yasaymiz. Bu yerga kiramiz. Bu yerdan o'zimizga kirka yasab, tosh qazib olishimiz kerak. Menimcha hozir mana shu tosh yetadi. Biz o'zimizga tosh qilich yasaymiz. Tak bizga palka yetishmaydi deshmasam, qolganiga zudlik bilan palka yasab, bu yoqqa o'tamizda bolta yasab olamiz o'zimizga. Ehtiyot bo'lish uchun yana ehtiyotkorlik bilan mana buni o'zimizga yasab olamizda. Endi versagimizni olamizda qishloq tomon olg'a. Nimadir ovoz chiqyapti do'stlar. Nimadir. Sizlar buni eshitdingizmi? Bu nima? Mana bu skelet nima? Skelet nimaga yerdan tagidan chiqib kelyapti? Biz nimadirni ochdik. Biz qanaqadir artefakt tushirdik o'zimizga. Nightmare Essence bu bala degan. O'zimizda yana nimadirlar bor do'stlar. Mana bu nima? Mana bu oddiy sigir, to'g'rimi? Da, bu oddiy sigir. Okey. Bu neytralni oddiy sigir, hech kimga tegmaydi. Qayerdadir qishloq bolasimi, nimadir bolacha. Creeper. Ehtiyot bo'lamiz. Bizda ovqat yo'q. Biz o'zimizga bitta tepa qo'yishimiz kerak. Mana bu zombini o'ldirishimiz kerak biz. Okey. Tepaga chiqishimiz kerak. Ya'ni bu yerda qishloq bor. Bu qishloqda bittagina uyi edi. Okey, mana bu tomonga o'tadigan bo'lsak, bu yerda oddiygina anavi, bu oddiy o'rgamchak. Okey, o'rgamchak oddiygina, hech qanaqa bir anavisi yo'q. Mana bu yerda oddiy qishloqlar uxlayapti. Okey. Nima? Sizlar jinni bo'lib qoldilaringmi? Yo, what the heck? Nima kelyapti oldimga? Oldimga baqirib bir kelyapti. Yo, boyagan u qani? Tez resurslarimizni o'z joyimizga olib olamiz. Bu yerda juda ham ehtiyot bo'lishimiz kerak ekan. Shuni men hozir bildim. Blogimizni olamiz. Ana u o'lgur sandiq qani? O'lgur sandiq qochib ketdi. Sizlar jinni bo'lib qoldilaringmi? O'chirey ovoziga. Qo'y baqiryapti. Baqirma. Mana bu yerda qishloq bor ekan. O'zi chichuraman, nimaga unaqa kelyapti? O'zingizni bosing, brat. Hozir yuragim yerga tushib qoladi. Tak, biz tepaga chiqishimiz kerak. Mana bu tomonga kirishimiz kerak biz. Mana tovuq nima? Mana boyagan o qishloqqa aytdim-ku, qishloqqa tushib kelyapti. 3 kun sagar 5 ketaman. Sakra. Bor tur yo'qoli.
Mana bunaqa to'g'on bor ekan qaranglar. Men narsalarni olib sekin uyga kiribdi uyga. Tak, ovqat bor bizda. Okey, hozircha nimadir yeb olmasak bo'lmaydi. Mana o'lgurda yasat bo'lish kerak. Mana shu o'lgurda yasat bo'lish kerak. Oddiymi? Oddiy, bu oddiy ekan. Okey, ovqatimiz bor. Let's go. Lama. Buni qo'yga bir qarang. Yo'q. Bu urar ekan. Minecraft'ımı qimmat o'rayapti. Qani. Mana. Yo'qol. O'laman. O'ldirdik. Ikkita kallali boshli nimadirni oldik. Boshimizga kelsa bo'lsa, bo'lmaydi ekan. Bu artefaktga o'xshagan narsa ekan. Tushundim. Kim baqiryapti? Voy, mana yo'q, bolachani topganimiz yo'q. Mana bu yerga yo'q ekan. Sandiq yuryapti. Sizlar bir o'ylang, oddiymi? Oddiy. Bu sigirlar oddiy. Bu oddiy neytral sigirlar. Qaranglar. Hozir ertalab bo'ladi. Bu oddiyga aylanishi kerak. Hozir ertalab bo'lgandan keyin oddiyga aylanishi kerak. Bu oddiyga aylanishi kerak. Hozir ertalab bo'lgandan keyin tuman. Ana, ko'rdingizmi? Yo'q bo'lib qoldi. Bu kashmar o'z nihoyasiga yetdi. Agar siz bu modni yuklamoqchi bo'lsangiz, meni Telegram kanalimdan yuklab olsangiz bo'ladi. Telegram kanalim silkasi videosida va izohlarda bo'ladi. Keyingi videoda ko'rishguncha